Liverpoolning holati juda qiziq bo'lyapti. Liverpool ketma-ket 4 tami o'yindan beri g'alaba qozona olmayapti va alam qiladigan jihati asosan so'nggi daqiqalarda gol o'tkazib yuboryapti. Mavsum startida buni teskarisi bo'layotgandi va yaqinda bitta statistika ham chiqdi-yu, Klopp davrida qatorasiga yutqazmagan ekan. 3 tami o'yindan ko'p yutqazmagan ekan. Oxirgi marta Rodgers davrida shunaqa bo'lgan, o'sha Gerrard sirpanib ketgan mavsumda. Men endi slot outga ishora qilmoqchi emasman, shunchaki Liverpool agar slot bilan davom ettirmoqchi bo'lsa, Arne o'ziga kelib olish kerak. Ulanib ketyapti va qizig'i United ham unaqa otning ustida emas-da. Sunderlandni zo'rg'a yutib kelgandi va Enfieldda so'nggi daqiqalarda gol urib turib g'alabani elib ketayotganligi qaytanga Liverpool muammoli degan xulosalarni beryapti.